El-hukmul hamisu el-ibahatu. Taklifi hükümnün 5-si ibahat, yani mubahlık. El-ibaha degan nima degan gap deganda vahiyat taxyiru baynal fi'li va tarki. Qilish bilan qilmaslikning o'rtasida ixtiyorlik berilish. Fe'lning mubah ekanligining alomatlaridan fe'lni qilish va qilmaslik har ikki holatdan savob yoki jazoning ko'tarilib ketadiganligi haqida dalilning kelganligidir. U bo'lsa-mu har ikki tarafi tang bo'lgan, barobar bo'lgan hukm. Yani qilsangiz yoki qilmasangiz o'xshash. Al-ibahat yana halol, hil, mutlaq, jaiz deb ifodalandi. Alloh taolaning buni oyatiga o'xshash. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanish uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Bu oyatdagi uhilla yani halol qilindi degan so'z mubah deganini bildirdi. Va yadullu alal ibahati umurun minha. Mubahlikni bir qancha narsa ko'rsatadi. Bularning qatoridan birinchisi uhilla lakum, sizlarga halol qilindi, sizlarga ijozat berdim, sizlar gunoh bo'lmaydi va yoki bulardan boshqa mushu ma'noni bildiradigan lafzlar, so'zlar. Mayli bu Qur'onda kelgan bo'lsin yoki sunnatda kelgan bo'lsin. Yana uningdan boshqa amr ibahamu shunga o'xshash. Amr ibaha degan siyg'isi amr, buyruq fe'il, ammo ma'nisi mubahlikni bildiradigan amr, ya'ni buyruq fe'il. O'zi buyruq, lekin ma'nisi mubahlikni bildirdi. Buning misoli famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi. Ya'ni sizlar zaminning atroflarida menginglar va Allohning rizqidan yanglar. O'sha oyatga menginglar, yanglar degan mengish yoki yeyishning farz ekanligini bildirmaydi, balki mubah, halol ekanligini bildirdi. Yana Alloh taolaning munoatiga o'xshash. Va iza halaltum fastadu. Sizlar ihromdan chiqqandan keyin ovlanglar. Bu yerdagi ovlanglar degan ihromdan chiqqandan keyin ovlashning farz ekanligini bildirmaydi, balki mubah ekanligini bildirdi. Mushular famshu va kulu min rizqihi va iza halaltum fastadu degan amrning hammasi, buyruqning hammasi amr ibahatni bildirdi. Ya'ni bu lafza amr siyg'isi bo'lsa-mu, ammo ma'nisi mubahlik. Fiqh degan bir qoida bor, u bo'lsa-mu nahiydan keyin kelgan amr mubahlikni bildirdi. Chunki oldida Alloh taolo sizlar ihromli holatinglarda ovlamanglar deb ihrom holatida ovlashdan Alloh chekladi. Undan keyin ihromdan chiqqandan keyin ovlanglar dedi. Ya'ni nahiydan keyin kelgan buyruq mubahlikni bildirdi. Ikkinchi, mubahlikni ko'rsatadigan narsalardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fe'li, harakatlari. Qanaq harakatlari desa, uningda Alloh taologa yaqinlik hosil qilish maqsadi bo'lmagan, ya'ni ibodat maqsadi bo'lmagan payg'ambar alayhisolamning ishlari mubah. Ma'a adamil qarinatil murajjihati li janibi talabil fi'li aw talabit tarki. Ya'ni fe'lni qilishni talab qilish bilan qilmaslikni talab qilish ikki tarafning birini kuchlantiradigan qo'shimcha dalil yo'q ahvol ostida. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ibodat qilish maqsadida qilmagan fe'l bo'lsa, yana bu fe'lni qilish bilan qilmaslikning ikkisining birini kuchlantiradigan qo'shimcha dalil bo'lmasa, u chaqda payg'ambar alayhisolamning bu ishi, bu fe'li mubah ekanligini ko'rsatdi. Bu yerdagi limaza degan ma'zani ism mavsul allazi mansida deb tushunsangiz bo'ladi. Uchinchi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan birining bir ishni qilganligi qarta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning iqrori, ya'ni muqarrarlashtirgan bo'lsa, ya'ni payg'ambar alayhisalomga bu sahobaning bu ishni qilganligi yetsa yoki payg'ambar alayhisalom bu sahobaning bir ishni qilganligini ko'rsa va u sahobaning u ishini inkor qilmagan bo'lsa va yana buningda bir vojiblikning yoki mustahablikning alomati bo'lmagan bo'lsa, u chaqda bu fe'lning mubah ekanligini ko'rsatadi. Mubahlikni ko'rsatadigan to'rtinchi ish shariatning ma'lum bir fe'ldan sukut qilganligi, ya'ni uni qilishni talab qilmaganligi va yoki uni tark etishni, ya'ni qilmaslikni talab qilmaganligi. Masalan, shakar yeyish yoki paxta ko'pining ustida uxlash qatorliqlarga o'xshash, buningdan bu fe'lning mubah ekanligi chiqadi. Va yusamma hadha an-naw'u ibaha aqliya aw ibaha asliya. Bu tür, ya'ni
shariat sukut qilgan bu xil ahvol ibaha aqliya, aqliy mubahliq yoki asli mubahliq deb ataladi. Avtorning bu yerda ibaha aqliya deb keltirishida fihi nazar, ya'ni toza to'g'ri emas. Ibaha aqliya degan asli bu baraatu zimma degan gap. Ya'ni shariat ahkamlari bayon qilinishdan ilgiriki fe'illarga nisbatan jazo yoki mukofot bo'lamdi degan masalaga munosabatlik gap. Hukm bilan hech qanday aloqasi yo'q. Shunga ibaha aqliya deganni bu yerga chiqarib olsak yaxshi. Ibaha asliya, asli mubahliq desak to'g'ri. Chunki shariat ahkamlari bayon qilinishdan ilgiriki shay'lar va fe'illarning hukmi mubah bo'ladi. Shunga usul fiqida al-aslu fil ashya al-ibaha, shay'lardagi asli hukm mubahliq degan qoida bor. Nima uchun bu xil turdagi fe'illarni ibaha asliya deymiz deganda, li'annahu baqin ala hukmihi al-asli allazi kana alayhi qabla urudi ash-shar'i. Chunki bu fe'il shariat kelishdan ilgiriki asli hukmida qolganlik uchun ibaha asliya deb ataladi. Ya'ni shariat kelgandan keyin shariat bu fe'ilni qil yoki qilma deb talab qilmaydi. Talab qilmagan asli hukmida qolgan fe'il bo'lganligi uchun ibaha asliya bo'ldi buning hukmi. Va yana mubahliq ba'zi hadislarda apu deb atalgan. Masalan, Salman roziyallohu anhu rivoyat qilgan bunu hadisga o'xshash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sarmoy, pishloq va hayvonotlarning terisidan yasalgan kiyimlarning hukmi haqida so'raldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: halol Alloh taolo o'zining kitobida halol qilgan narsalardir. Haram Alloh taolo o'zining kitobida Qur'onda harom qilgan narsalardir. Va sukut qilgan narsalar bo'lsa, ya'ni halol, harom deb bayon qilmagan narsalar bo'lsa, uni Alloh taolo afu qilayotgan ishlarning qatoridan Alloh taoloning afusini qabul qilinglar. Alloh taolo hech qanday narsani unutib qolmaydi. Shuning bilan va ma kana robbuka nasiya, Alloh taolo unutib qoluvchi emas degan oyatni tilovat qildi. Yana bu hadisdagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolo sukut qilgan ishlarga kelsak, u Alloh taoloning afusining qatoridan, afu qilayotgan narsalarning qatoridan degan so'zida afu ibohatni bildirdi, mubahlikni bildirdi. Yana bir hadis: Innalloha hadda hududan fala ta'taduha va farada faraida fala tudayyi'uha va sakata an ashya'a rahmatan bikum ghayra nisyanin fala tas'alu anha. Alloh taolo hadlarni belgilab berdi. Ya'ni o'g'irlikning hadi, zina qilganning hadi, aroq ichganning hadi qatorliq hadlarni belgilab berdi va vojib amallarning, vojib ishlarni vojib qilib, uning hadlarini belgilab berdi. Ya'ni vojib amallarning shartlari qaysi, kayfiyati qandoq, miqdori qandoq degandek narsalarni belgilab berdi. Sizlar buningdan o'tib ketmanglar. Va farzlarni belgilab berdi, zayo qilib o'tmanglar. Va nurg'un narsalarni sizlarga rahmat qilib, rahim qilib sukut qildi. Unutib qolmasdan. Sizlar bu narsalar haqida so'rmanglar. Demak, shariat sukut qilgan va fe'lni qilish yoki qilmaslik ikki tarafning birisini kuchlantiradigan dalil bo'lmagan bunday fe'lning hukmi ibaha asliya bo'ladi. Ya'ni asli mubahlik bo'ladi. Shar'iy mubahlik deb atalmaydi. Ammo shariat fe'lni qilish bilan qilmaslikning o'xshashlik durust ekanligini bayon qilgan bo'lsa, Qur'onda bo'lsin yoki hadisda bo'lsin, bu halol deyiladi. Va bu fe'lning mubahligi bu chaqda ibaha shar'iyya, shar'iy mubahlik deyiladi. Chunki shariat buning mubah ekanligini bayon qilganligi uchun. Buning misoli tahlilu saydil bahril mazkuri fil ayatil mutaqaddima. Buning misoli oldida o'tgan oyat zikr qilingan ihramdan chiqqandan keyin dengiz hayvonlarini ovlashning halol ekanligi. Ya'ni bu kuchli ko'z qarash. وقد قيل ما سكت الشرع عن طلب فعله أو تركه إن إباحته شرعية كذلك. Va shariat fe'lni qilish yoki fe'lni tark etishdan sukut qilgan ishlarga nisbatan bu ishlarning mubahligi ibaha shar'iyya bo'ladi debmi deyildi. Ya'ni yuqorida shariat sukut qilgan ishlarga nisbatan mubahlikni ibaha asliya va ibaha shar'iyya deb ikkiga bo'lib ayiribdi. Hamda bu yerda demakchi bo'lg'ini shariat qilishni yoki qilmaslikni talab qilish haqida sukut qilgan ishlar bo'lsa, bunimi shar'iy mubahlik desak bo'ladi demakchi ekan.